Assalomu alaykum qadrlilar. Albatta bizdan kuzatib turgan bo'lsangizlar, men hozir aynan o'zingiz yozuvda o'qib o'tganingizdek yana bir xatarni o'qiman. Bu uyda O'zbekiston Respublikasi birinchi prezidenti Islom Karimov yashagan degan chiroyli yozuvni ko'rdingizlar. Albatta bugun biz mana shu O'zbekiston Respublikasining birinchi prezidenti marhum Islom Karimov xonadonidamiz. Bu uyga kelishni ko'p odam orzu etgan, shu orzu etganlar odamlarni ya'ni shu orzu etgan odamlarning qatorida mana bugun shu orzularimdan birisi amalga oshdi desam men mubolag'a etgan bo'lmayman. Haqiqatan amalga oshdi. Xursandman. Bugun shu uyni birgalikda aylanib chiqamiz. Nima deysiz? Qolaversa bugun menga yaqindan yordam bergan bu yerda Samarqanddan shogirdlarim bu yerda Qodirjon va Shohruh va bugun shu uyga menga topishda yordam berdilar. Keyin endi bu uyni hozir qarab turgan odamlar bilan men suhbatlashib oldim, lekin videoda surat tushishni xohlamadilar. Ana shu yerdagi hozir birgalikda rasmlarni sizlar bilan tomosha etamiz. Qolaversa, hozir hurmatli prezidentimizda yashagan xonadonlari, hovlilari bu yer 2010-yilda qaytadan rekonstruksiya qilingan ekan. Girib kelishingiz bilan o'ng tomoningizda yana shu rasm hammayoqni shamol o'tib ketdi. Boshqasi chiqdi. Bu rasmlarni to'g'risi ko'pimiz ko'rganmiz, e'tibor etganmiz. Albatta yana hurmatli prezidentimiz O'zbekiston Respublikasining birinchi prezidenti Islom Abdug'aniyevich Karimov. Bu yerga to'g'risi kirib kelishingiz bilan yurakning boshqacha bo'ladi ekan. O'zing vujudingni bir titroq bosar ekan to'g'risi. Bu yerda hozir yana ko'p odamlar kelib, bu yerda Qur'on tilovat etib bo'lsa. Hadi. Yakın. Şafırkan. Hakiki tarih. Hakiki müze havluları ile hürmetli prezidentimizde. Böyle havluları açıyorlar. Bir nasıl sıkılmıyor ki. Shohruh. Yakani. Sen Samarqandda yashaysan, to'g'rimi? Shuda tug'ilgansan, ha? Yeganmisan beri? Yeganman. Ichkariga kirganmisan? Kirganman. Yeganmisan? Yomon bilan birinchimi? Yo'q, kirganman ichkariga. Bu birinchi. Ko'rdingmi? Bu endi Mana to'ylari bor ekan. Mana bu rasmni qaranglar. Mana rasmni o'shatdagi rasmga qarang. Qolaversa biz hozir shu Samarqand haqida yozgan she'rimiz qo'shilib bo'ldi. Shuni hozir klip jarayonida yuribmiz. Bu klipni hozir Dilshodbek bilan birgalikda ishlab turibmiz. Qo'shiqni mana shu Shohruh ukamiz ijro etdilar. Endi biz o'zlarimiz yozgan narsani o'zimiz yozimdan qolish qiyin bo'ladi-da. Mangu muhabbatga haykal Samarqand. Keyin asli Samarqandga Sayqal Samarqandda. Mana shu she'rni umuman shu qo'shiqni hozir esga olasam, qo'ying hamma ish bo'lsa bir kupletini. Aytqani? Hayajon bor ozgina. Endi hayajon bo'ladi, hayajonlanmasdan bemalol. Bu vatan bag'rida qo'shiq qilib. Bu vatan bag'rida bor shunday shahar. Umriga mazmunni kim ko'rsa agar salgina firoqda sog'inar shahar. Bu zamzami sahnida sayqal Samarqand. Mangu muhabbatga haykal Samarqand. Bu zamin sahnida sayqal Samarqand. Demak, endi xo'p, desangizlar o'tirib bir Qur'on tilovat qilib olsak, ha? Keyin yana o'zimiz ishimizni davom etamiz.
Şerifleri Kur'an tilavet eylesin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أتي الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنزلناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. İlahim. Ushbu Qur'on tilovati birinchi boshimiz islom adamini chiqarib obuna bo'lishadi. Qablari bosim munavvar iymon ahvoro qilsin. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أكبر. Rahmat sağ olun. Selamun aleyküm. Ammale kuşketçiler kuşlar kulüyle mümkün. Hayırlı ruhsat vesile uzağımızda Kur'an tilavet kılamız. Euzubillahü mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Elhamdülillah Rabbil alemin. Errahmanirrahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. لا آمين. تلاوة القرآن خورشید رحمان خلاوة ایمان yaratgana yamil kılmasa kılan Kur'an tilavatlarını derya kılıyata uğrayacak kavurlar. Hata kamçilikleri olsa özeni geçir. Ushbu Kur'an tilavatımızda bu dünyada o'tgan jamiki marhumlarni ruhi poklariga, xususan mana shu xonadonda yashab o'tgan marhum hurmatli birinchi prezidentimiz Islom Abdug'aniy Karimovning ruhi poklariga baxshida qildik. Albatta islom otamiz yotgan uylarni yorug' joylarini jannat, qabrlarga Qur'on nurini sochadigan degan qabr savoblarini oson qil. Nimaiki gunohlar bo'lsa o'zing kechirib tavba qilishimizni tavbalarni qabul eyle. Rabbana atina fid dunya hasanatan va fil oxirati hasanatan va qina azaban nar. Amin. Allohu akbar. Alloh joylarini jannat, oxiratlarini obod qilsin.